Soatning har bir zarbasi bu tarix ovozi. Har bir qadam esa kelajak sari dadil intilishdir. ...1990 yil 6 noyabrda Turon Bank o'z faoliyatini boshladi. Biz mustaqil O'zbekistonning dastlabki kredit muassasalaridanmiz. 35 yil davomida xalqimiz bilan birga ulg'aydik. Orzularni amalga oshirishda ko'maklashyapmiz. Bu fikr 89-yilda kelgan. Salkam 1 yil harakat bo'lganda, shu 90-yilning o'rtalarida kelishildi. Hamma vazirlar kelishib, shu hammasini tashkil bo'lgandan keyin 90-yilda shu nizomni tasdiqlash va shu bankani faoliyatini boshlash maqsadida Turon bankani yagona ustavi yaratilgan. Turon bankini birinchi ustavini ko'rsangiz, har bir tarafga o'zini strategik yo'nalishi ko'rsatilgan. Bugun Turon Bank butun mamlakat bo'ylab 16 ta bank xizmatlari markazlari va 50 dan ortiq bank xizmatlari ofislariga ega, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga ishonch bilan xizmat ko'rsatayotgan bankdir. Bir vaqtlar orzu bo'lgan qulayliklar bugun hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Biz bu o'zgarishlarning markazida bo'ldik. Texnologiyalar o'zgardi, ammo bizning qadriyatlarimiz, sadoqat va ishonch o'zgarmadi. Turon Bank ishlab chiqarish, energiya, eksport va innovatsiyani qo'llab-quvvatlovchi kuch. Biz mamlakat taraqqiyotining har bir bosqichida ishtirok etib kelmoqdamiz. Mehnatning mevasi, orzularning barakasi. Bugun O'zbek limoni xalqaro bozorlarda tanilmoqda. Har bir tadbirkor ortida ishonch bilan turgan Turon Bank bor. Turon Bank raqamli texnologiyalar, zamonaviy xizmatlar va insoniy qadriyatlar uyg'unligida yangilanmoqda. Biz o'zgarishlar davrida barqarorlik yo'lidamiz. Yoshlar bizning kelajagimiz, ularning g'ayrati, tafakkuri va orzusi bizning ilhom manbayimiz. Har bir mukofot mehnatning e'tirofi. Biz uchun eng katta mukofot bu xalqning ishonchidir. O'ttiz 35 yil. Bu tarix, bu tajriba, bu ishonch. Ammo eng muhimi bu yangi yo'l, yangi marralar sari intilishdir. Turon Bank 35 yil siz bilan birga.